Assalomu alaykum, hurmatli ukajonlarimiz, singillarimiz, opalarimiz. Men sizlar bilan bugun Tamara Qurbonovna. Bugun o'zimni, men sizlarga aytganimdek, o'zimni kasallik tariximni sizlarga aytib bermoqchiman. Nimaga? Chunki sizlarning ichinglarda juda ham ko'p kasal odamlar bor. Ko'plari qo'rqadi nima qilishini. Birinchi o'rinda vrach aytadi: yo operatsiya qilasan, yo ximiyaga borasan, yo nima qilasan. Уже sizlarga chotki diagnoz qo'yib, mana shu seni hayoting degandek bo'ladi. Menda ham xuddi shunaqa bo'lib, 19-yilda sentyabr oyida o'zidan o'zicha meni burnimdan qattiq ko'pgina qon kelishni boshlagan. Shu qonni biz hech ham to'xtata olmadik. Boshim og'rimagan, davleniyamni sezmaganman. Пока skoriy pomosh kelmagangacha meni burnimdan to'xtamay tog'oraga qon oqavergan. Vrachlar kelgandan keyin 240 davleniyam edi. O'ylaylar, qon oqmay turib qanaqa balandligi deydi bu. Endi больницаga, город Vladimir, Dobroseyskaya 5-больницаga yotqizildim. Ashadda menga darroda kuydirgan bu tomirlarimni, burnimni. 4 kun ichida ozginadan oqib turgan qon to'xtagan. Обследование qilgandan keyin meni yuragim ritmdan chiqib ketibdi. Uchishonniy, kuchli ritm, 180, 170 shunaqa tinmay ritm bo'lgan, to'pas to'balar. Yurak tinmay xoliqib turardi. Yursam xoliqib ketardi, yura olmasdim, nafas yetishmay qolardi. Больницada bir hafta yotganimdan keyin ko'p dorilarni oldim, ukollarni oldim, o'zimga kelgandek bo'ldim. Menga juda ham ko'p dorilar yozib bergan, keyin rasmga olib qo'yib beramiz. Shularning ichida men izlanishni boshladim. Qanday yuragimni joyiga qo'ysam ekan? Men hali yoshman-ku. Men yashashim kerak, bola chaqalarim bor. Hayot shunaqa chiroyli, shirin. Meni davolaydigan odam aritmolog, vrachga borib, holterlar delgandan keyin, yo'q, bu kasallikdan chiqib keta olmaysiz. Shunday yuraverasiz degandan keyin men internetlarda izlashni boshladim. Ko'rdim, что Institut Vishnevskoy Moskva shahrida operatsiya qilar ekan yurakdan. Shu yurakni operatsiyasiga qiziqib, boshqa yo'l bo'lmasa shunga borib kelamiz deb o'limdan borib 5-martga gaplashib keldik. Uni ichida to'xtalmadim men. Tinmay kapinsalar, har xil dorilar oldim. Nima bo'ldi? Hamma yo'g'imga yaralar toshdi boshladi. Qashlanishlar boshladi. Betlarimda ham har xil narsalar chiqishni boshladi. Terlarim har xil rang bo'lib qoldi. Tinmay mana shu qashlanish meni uxlatmas edi ham. 1-martda, уже 1-mart, 5-martga 5 kun qolayotgan paytda o'rtoqlarim menga telefon qilishib O'zbekistondan: Tamara opa, biz sizni kasal bo'lganingizni eshitib qoldik. Shunaqa imkoniyat hozir bor, professorlar Moskvadan shunaqa ajoyib marafon o'tkazyapti. Odam o'zini sog'ligini qo'lga olib, o'zini o'zi davolaydi ekan. Men juda ham qiziqdim, o'zim qo'rqayotgandim operatsiyadan. Chunki yurakda operatsiyadan keyin turamanmi, turmayman deb qo'rqayotgandim. Alloh menga qandaydir mo'jiza bersin deb tinmay niyat qilardim. Alloh menga shu yo'lni ochib, darroda operatsiyaga отказ berdim, telefon qilib, navbatdagilarga beringlar, men qilmayman deb отказ berdim. 5-martdan boshlab menga aytgan mahsulotlarni, suvlarni qanday ichishlarini boshladim. Qaranglarki, men yesi oldin 2 litr, 3 litr suv ichgan bo'lsam, meni organizmim yuvilishi 5 litr, chunki 96 kilolik ayol bo'lsam, shu paytda 50-60 milligram suv ichish kerak ekan. Bu qarang, necha litr suv, 5-6 litrga boradigan suvlar. Men buni asta-sekin ichishni boshladim. Besingizga qarab ko'paytirasiz. Ichganimdan keyin 10 kun ichida ajoyib shu qizil toshgan narsalarim turibdi. Qashlanishlar yo'qoldi. Hamma yo'g'im yaxshi bo'lib, terlarim qashlanmay uxlashni boshladim.
10 kun ichida srazu 3 kilo vesga tortsam, tarozida 3 kiloga tashlarimdi organizmdan axlatlar. Ne o'zimga qarasam shu Tamara xonim. Qandaydir yengillik bo'lib, qashlanishlar yo'qolib, men o'ylabman, значит 3 kilo menda zahar moddalar turgan ekan. Shu zahar moddalar chiqib ketgan. Xulaskar mana shu sistemada meni ichimda bolnitsada tasdiqlash qo'ygandan keyin aritmiya bu bitta kasallik, jigarimda kista, suv bilan pochkalarimda toshlar va ikkita kista turgan. Bo'qog'imda ikkita kista ikkala tomondan, где-то 8 ta 12 ta uzillar bor edi. Bu narsalar hammasi o'ylaylarki menga qattiq ta'sir qilingan. Endi mana shu narsalarni men dorilar ichib turib shu darajaga bordimmi? Endi bu yog'iga 1 yil davomida 8 oy rovna men mahsulotlarni ichib 10 ming qadam yurishni boshladim, suvlarni vaqtida ichdim, to'g'ri ovqatlanishni boshladim. Mana shu 8 oyning ichida men 17 kiloga ves tashladim. Men shunga o'zimga o'xshab turdim, no yengilligimni juda ham sezdim. Eng glani bemalol 1 oy ichida 10 ming qadam yurishni boshladim va уже nafas olishlarim ham yengildi. Chunki aritmiya bo'lgan odamlarda, mersatilni aritmiya, odamlar ikkinchi guruh invalid bo'ladi. Yurolmaydi 100 metr ham nafas ololmaydi. Xulaskar 8 oydan keyin уже yangi yilga kiryapmiz. Yangi yildan keyin ungacha bir marta ham natija olmadim, analizlar qilmadim. Yangi yildan keyin borib UZI qildik NMTda. Hamma yo'g'ini ko'rsatib, brushni polosти, jigar, o'pva, hamma yo'q yuragimni, keyin bo'qoqlarimni ko'rsatganimdan keyin men aytmadim, bildirmadim o'zimni qanaqa kasallik bilan kelganimni. Ko'rgandan keyin ajoyib dedi. Sizda juda ham hamma yo'g'ingiz sog' salomat, hammangiz yaxshi. Jigaringiz ham, pochkalar ham, yuragingiz ham, bo'qog'ingiz ham ozgina qolibdi dedi. Nima? Ozgina bor deb. Ata hamma yo'q yaxshi dedi. Keyin men aytdim, yaxshi ko'radingizmi doktor desam, da hammani yaxshi ko'radim. Keyin ko'rib bo'lgandan keyin menga tavsiya qo'ygandan keyin hamma yo'qni berib men aytdim, men bitta sizdan yashirganim, men juda ham kasal odam edim. 1 yil oldin mana shu narsalarim menda bor edi. Iltimos, mana shu narsalarni siz yaxshi ko'rganingizdan keyin nima deysiz? Hamma yaxshi, men ishonmayman sizda shunaqa bo'lgan narsalarni degandan keyin iltimos qildi, ertasi gapga bering dedi. Men ertasi gapga berdim va nima bo'ldi? Ajoyib hayron qoldi. Men dedi, mana shu siz qilayotgan metodikangizni, sistemani, foydalanayotgan mahsulotlaringizdan tan berdim, что siz mana shu 8 oyda shu darajada kasallikdan chiqib ketganingizga. Qancha kasallar umrbod shu kasallik bilan yashaydi. O'rtoqlar, men sizlarga shuni gapiryapman, maqtanishdan emas. Hayotda har xil ishlar bo'ladi, diqqatchiliklar bo'ladi, oila, hamma yo'q bo'ladi. Ammo lekin mana shunaqa narsalar gap kelib qo'yar ekan. Noto'g'ri ovqat yeymiz, asabiylashib qolamiz. Mana meni kasalliklarimda shuncha. Nimasini men demoqchiman shu bilan? Mana shu men shu holatdan chiqib ketganim, bu degani to'g'ri ovqatlansangiz, to'g'ri suv ichsangiz, to'g'ri harakat qilsangiz, Alloh shunaqa mo'jiza sog'lik berar ekan sizga. Chunki odam qaytib, juda ham o'zgarib, boshqacha bo'lib, sog'lom bo'lar ekan. Qaytib sizlar hech qanaqa kasalliklaringiz bo'lsa qo'rqmanglar. Chunki hamma hujayralar yechi ularni to'g'ri baqsangiz, to'g'ri suyultirsangiz va to'yintirsangiz suvga va makro mikroelementlarga, organizm sizga albatta rahmat deb sog'ayib ketar ekan. Hurmatli o'rtoqlar, men sizlar bilan Tamara Qurbonova bo'lganman va shu meni roligimdan o'zingizlarga olinglar, hayotingizlarga balkim kimgadir bu yordam beradi. Sizlar bilan Tamara Qurbonova.